Assalomu alaykum, hurmatli No'g'at Qarjima kanal qatorchilari. Bugungi 26 avgust 2023 yil biz O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahrida keldik. Shu yerda Smartrich kompaniyasining nimasi bo'lar ekan? Çoğuluşu şu yerden ma'lumot olib, bizdan olsay, like bosh komment yozib qo'yinglar. No'g'at Qarjima kanal sizlar doimo xizmatingizda. Omon bo'linglar, tinch bo'linglar, ko'rishchayin. Biz sizlar bilan xo'shlash qo'yamiz. Mana kelibmiz. Assalomu alaykum. O'zingizlar tanishib so'rab ketsangizlar bo'ladi. No'g'at Qarjima kanali doimo sizlar xizmatingizda. Sizlar bilan keldik. O'zingizlar tanishib so'rab ketingizlar. Assalomu alaykum. Smart Enrich kompaniyasining partnyorlari distributorlari. Kompaniyada ishlaymiz. Toshkentda ushbu kompaniya bo'yicha savoqqa keldik. Hozir bugun eng son savoq olamiz. Xudo xohlasa. Kompaniyaning prezidenti Rustam Soltoyev. Prezident. Assalomu alaykum. Hurmatli No'g'atliq bizden gruppadagi liderler, dunyo yüzü, bunday saytlarda bardik bizni ko'ruvchilar, biz o'ta quvonochdamiz. Sebebi Toshkentda bilim olgani keldik. 2 kunlik bilimni olib, Xudoy buyursa, Smart Enrich kompaniyasini dunyo yuzuna taratamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Men O'zbekistondan Hoji Gulnoraxon Yuldasheva Gulnora Nazirovnaman. Allohga shukr qilaman. Bizni Alloh jamlab qo'yganiga, yaxshi insonlar bilan avvalo Smart Rich kompaniyamiz dunyo yuzini ko'rsin, insonlarga shifo, boylik berishidan to'xtamasin. Hammamizni ilohim yuzimizni yorug' qilib, dunyo yuzini ko'rib, faqat Toshkent emas, Dubay, Turkiya hajlarga ham borishlikni nasib qilsin. Allohu akbar. Birgalikda Aytganingiz kelsin. Biz Qadamjoy liderleri, partnyor brilliantlarimiz Smart Rich kompaniyasidan Toshkentga bilim olgani keldik. Onlar o'zi suyuk to'pacham bor, silab qo'ysam bo'ladi hozir. Ya Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin, shu kunlarda ko'rsatdim. Biz hozir Toshkentda savoqqa chiqamiz. Baringizlarga salom. Baringizlarni shu yerdan kutamiz. Sizlar berib qo'yganda biz No'g'atdan keldik, biz ham Qirg'izistondan keldik. O'zingizlarni tanishib ketsangizlar bo'ladi. Silab qo'ying. YouTube kanaliga chiqasiz. Hatay zakaz. Başka bir kaplar mı? Hurmatli tuğanlar, qarangizlar, mana O'zbekiston Respublikasining bayroqlari turadi, Qirg'izistonning hududida turadi, bo'lmaydi. Qarangizlar, hozir biz ichkariga kiramiz, ichkaridan ma'lumot olib shu yerdan tartamiz. Bizni tomondan qarab ekan, biz ham hozir o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli No'g'at Qarjima kanalining qatorchilari. Qarangizlar, Toshkent shahriga keldik. No'g'at Qarjima kanalidan sizlar xizmatingizdan. Toshkent shahrida bir nima bor ekan? Kino teatr. Medyada otini bilmayman, shu yerdan nima qilib kelgan bo'lsak. Qarangizlar, bor joqchi so'nin, abdan so'nin, manaylari joqchi ellerdan. Şol mana odamlar keldi Qirg'izistondan. Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istondan kelishdi. Assalom. Qarangizlar, mana hurmatli Joqchi söylep qo'yinglar. Hozir biz konferensiya zalga kirdik. Shu Amur Temur ko'chasidagi zalga kirdik. Bu yerdan biz bilim olamiz. Qanchalar Qirg'izistondan kelgan partnyorlar bilan birga. Alan sizga da bir ekstra berib ketayin. O'zbekiston, Qozog'istondan kelib adamlar, ha? Qozog'iston, O'zbekiston, Washington, ha? Bishkekdan kelishibdir. Şol ishingizga egilib, rahmat, Alloh o'zi qo'llasin. Assalomu alaykum, hurmatli tuğanlar. O'sha Qirg'iziston, Qirg'iz Respublikasining o'sha viloyatining Aravan rayonidan bir aka kelgan ekan. Ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. O'z tanishib so'rab ketavering. Assalomu alaykum. Dunyo rasmiyotlari sho'rasida a'zolarimiz bugungi bilim bayramida shu yerga kelib turamiz. Aravan rayoni qaysi rayondan keldingiz? Aravan rayoni Cho'nka aylanadi. Qaysi oila ko't? Tepaqo'rg'on aylanadi. Tepaqo'rg'on oila ko't, ha? Maşallah. Joqdi. Qancha yil bilan beri ishlaysiz? Ko'p bo'lgan yo'q. Yaqinda. Allah razı olsun. Tinch bo'ling. Xo'p, rahmat. Rahmatullohi va barakatuh. O'zingiz qayerdan keldingiz? Shu yerdan ma'lumot bering. Qirg'izistondan geldim, Jaloloboddan geldim. Yaxshi.
Smart Enerji kampanyasının negizesi sol to'g'risida biladi işte bu master klassına geldim. Bugün bolup ko'rganda yokmuştu da sonun sabah bo'ladi o'ylayman. Algan sabakты o'ziga singirib, bizning arkamızdan kelayotgan partnerlarga жеткиликтүү деңгээлде маалымат бере аламын деген ойдомун. Özünüz bunu ne işe kullanıyorsunuz? Мен мурун көп тармакта иштегенмин, сотто иштегенмин, водоканалда иштегенмин, көп жерлерде иштегенмин. Az pençadasınız. Азыр пенсияга чыга элекмин. Азыр Maşallah. ушунда дагы суканы башкармада иштейм. Allah razı olsun, işinize iyilik, Allah'ın özü olsun. Tinç olun. Tutun, Nokat Kavacı kanalının katılımcıları. Hazır şu ne birinci nemeye ayaktadık. Sağ selamet olunuzlar, bosa Allah'ın nasip kısa daha görüşürüz. Tinç olunuzlar, aman olunuzlar. İkinci arasında başlar bu kadar.